arzon xalqbo'p avtomobil qidirgan okalar uchun mana olib kelib qo'ydi. Kia Optima 2008-yil 370 ming kilometr yurgan, eng topoviy pozitsiyasi, lyuki bor, avtomat korobkalari, konditsioner va pechka chotki qilib ishlayapti. O'ti betida kraska joylari bor, o'ti betida ozgina mehr berishingiz kerak, lekin bu hali ancha yil sizlarga xizmat qilib beradi. Bu avtomobilda ofitsialniy propan ustanovka o'rnatilgan. Salonni ikkinchi qator sostoyaniyaga ko'rishingiz mumkin va joyi ancha keng. Albatta, oldi qator ham ko'rsatamiz. Mana shu chaqi-chuqi joylari bor, keyin sideniyada ham birikta joylari bor, torpedka sostoyaniya yaxshi, rulli ham yaxshi, multirul, o'zining shtatniy magnitofon, konditsioner, pechka regulirovkalari, a также avtomat tiptroniklari bilan. Narxiga keladigan bo'lsa, bu Kia 2008-yil 370 ming kilometr yurgan 2 litrli dvigatel plus propan ustanovkalari bilan 6800 ga berib boramiz.